Assalomu alaykum, bizni kuzatib yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Bugun biz sizlarga Koreyadan kirib kelgan Sveji S flagman modellarni obzorlarini qilib, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kimga, nechta va qanaqa smartfon kerak bo'lsa, tepada ko'rsatilgan nomerlarga bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. Dona va optimga ishlaymiz. Narxlarini nerealni hech qayerda yo'q narxlarda qilib beramiz. Unda biz boshladik. Qaranglar, S25 ultralarni, xudo xolasa keng kalichesida kirib kelgan Snapdragon 8 Elite 4 protsessori bilan jihozlangan, holatlari idealniy zo'r holatda bo'ladi. Narxlari ham chotki, nerealniy narxda qilib beramiz. Hamma svetidan bor, bemalol biz bilan bog'lanib sotib olsalaring bo'ladi. Xo'p, 12 ga 256 va 12 ga 512 tariklari bor. Plus esimlari ham o'tgan smartfon, xudo xolasa birorta joyda petno nuqtasi yo'q, idealniy zo'r sarsayadi. Narxlarni aytib o'tishdan oldin smartfonni bitta ko'rsatib o'tamiz. E'tibor qilinglar, 4 xil svetda bor. Natural svet. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Koreya region bo'ladi. Bemalol yoqimli silver svet. E'tibor ko'rsatib qo'yasiz yaqinda. Telefon, smartfon nok holatda. Narxlari $800 dan O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul dastavkasi ichida bo'ladi. Navbatdagi smartfon S24 Ultra bo'ladi. Snapdragon 8 Gen 3 protsessori bilan jihozlangan limonoviy svet. E'tibor qilinglar. Xo'p, $610 dan olsalaring bo'ladi. Ozgina chaqa-chuqasi petnosi bo'lsa, $600 dan qilib berishga ham tayyormiz. Violet svetda 12 ga 256 va 12 ga 512 tariklari bor. Simlari o'tgan va hammaga birdek yoquvchi, o'ta ham hadovoy bo'lgan natural svet. Aytib o'tganimdek, narxlari $610 dan ozgina petnolari bo'lsa, agarda petnosi bo'lsa $600 dan qilib beramiz. Limited edition S24 Ultra shunaqa svetini ko'rganmisiz? Maxsus siz uchun ishlab chiqarilgan smartfon 12 ga 512 plus esimlarni o'tgan, narxi $630. Bemalol hoziroq raqamlarga telefon qilib biz bilan sotib olsangiz bo'ladi. Dastavka O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul bo'ladi. Xo'p, bizni sotib olish qanday bo'ladi deganlarga oldindan 200 ming so'm kilik, telefon tezkor BTS pochtadan chiqarib beramiz. Yetib borgandan so'ng qolgan to'lovlarni qilasizlar. Telefonni qo'llaringizga ushab, yoqtirib bemalol to'lov qilsalaring bo'ladi. S23 Ultra, S24da qora sveti. Xudo xolasa hamma joyda ideal. Petno nuqtasi yo'q. Zo'r holatda turibdi. Aytib o'tganimdek, narxlari $600 dan. Navbatdagi smartfon S23 Ultra bo'ladi. 12 ga 256 va 12 ga 512 tariklari bor. Holatlari yaxshi holatda. Snapdragon 8 Gen 2 protsessori bilan jihozlangan. Simlari o'tgan. Narxlari siz qadrli obunachilar uchun $500 dan e'tibor qiling. Green va qora sveti. Shalat, zo'r holatda. Nok bo'lib turibdi smartfon. $500 dan bemalol olsalaring bo'ladi. Note 20 Ultra ko'p mijozlarimiz so'radi. Protsessorlari Snapdragon 865 protsessor bo'ladi. Bitta ko'rsatib qo'ying, holatlari idealniy, birorta joyda petno nuqtasi yo'q, yaxshi holatda turibdi. Seriozniy qora sveti. Xo'p, narxga keladigan bo'lsak, $265 dan bemalol sotib olsalaring bo'ladi. Undan tashqari bizga S25 da o'zi kelgan, S25 Plus da o'zi kelgan, Blue svetda 12 ga 256. Holati zo'r holatda, simlari o'tgan, 4900 match bo'ladi. Buni narxini sizlarga $610 qilib beramiz. Hozirgi kunda issiq havoda cho'ntakda olib yurishga ham qulay, ishlatishga ham qulay bo'lgan smartfon. E'tibor qilinglar, bitta barmog'imchalik ham qalinlikda bas. Ingichkaligini ko'ryapsizlarmi? S25 Edge smartfonimiz 3900 match, 12 ga 256 silver svetda bo'ladi. Simlari o'tgan, narxi shok narxda $610 ga. Xo'p, undan tashqari bizda S24 Pluslar kirib kelgan, Exynos 2400 protsessori bilan jihozlangan. Saksiyanalar zo'r holatda turibdi. Narxlari $415 dan qilib beramiz. Bemalol bizga bog'lanib sotib olsalaring bo'ladi. Simlari o'tgan. Ikkita sim-kart taqib ishlasalar ham bo'ladi. Blue sveti. Xudo xolasa smartfon idealniy zo'r holatda turibdi.
Qora sveti ham bor. 24 plus qora svetdan so'rayotganlar uchun bir donagina qora sveti ham qoldi. Xudo xolasa optimga ishlamoqchi bo'lgan akalarimiz bemalol bog'langlar, kalistrlar bor. Nechta bo'lsa qilib beramiz. S23 plusni oq svetidan. Hammaga birdek yoquvchi yoqimli oq sveti. Xo'p. 8256 bo'ladi. Simlar o'tgan. Green va qora svetidan. Hatto qorani salafanlar olinmagan, e'tibor qiling, salafanlar olinmagan ideal holatda turibdi. Xuddiki yangidek $320 dan qilib beramiz. Navbatdagi smartfonimiz S25 o'zi bo'ladi. Sveti ham chiroyli, o'zi ham zo'r, ixcham ishlatishga qulay bo'lgan smartfon. 12256. 4000 mAh bilan jihozlangan. E'tibor qilinglar. 4 xil svetda bor. Xudo xolasa bemalol biz bilan bog'lanib olsalaring bo'ladi. Narxlarini sizlar uchun $535 dan qilib beramiz. Va natural svetdan ham bor. Narxlari aytib o'tganimdek $535 dan bemalol olsalaring bo'ladi. S24 o'zi Exynos 2400 protsessor bilan jihozlangan, simlari o'tgan, 4000 mAh 8256. Seryozni qora svetidan ham bor, xolasalaring. Blue svetdan ham qilib beramiz. Rastamoshali afsanniy o'tgan, simlari o'tgan, ikkita sim kart taqib ishlasalaring bo'ladi. Va gold svetidan ham bor. Xudo xolasa bemalol bizga bog'lanib sotib olsalaring bo'ladi. Holatlar ideal holatda bitta ko'rsatib qo'ying, birorta joyda petno nuqtasi yo'q bo'lgan smartfonlar taqdim qilyapmiz sizlarga. Narxi $395 dan $405 bemalol olsalaring bo'ladi. Xo'p, bizda oxirgi smartfonimiz S23 o'zi bo'ladi. Juda ham tiniq holatda turibdi, oq svet. Snapdragon 8 Gen 2 protsessor bilan jihozlangan. S23 o'zi narxlarini $300 dan $310 qilib beramiz. Dastavkasi ichida bonusiga steklovlarni zo'rdan bosib beramiz. Green va qora sveti. Xudo xolasa bemalol bog'lanib olsalaring bo'ladi. Bizning manzilimizni so'rayotganlarga bitta eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Ma'lon shahar sentrida Xonaqoh masjidi ro'parasida joylashgan Islom Mobil telefon magazini. Xohlovchilar tashrif buyurib ko'rib olsalaring bo'ladi. Boshqa viloyatda ko'rib turgan obunachilarimiz bo'lsa, biz bilan bog'lanib bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun katta rahmat. O'zlaringizga ma'qul kelgan smartfonni albatta sotib olinglar. Bunaqa imkoniyat haddan bo'lmaydi.